Flower Nose kosmetikasi bilan qizimga makiyaj qilamiz. Bu videoda tushish uchun men uni bitta katta kitobini zakaz qilaman deb va'da bergandim. Umrimda birinchi marta yosh bolaga makiyaj qilishim to'g'risi. Men takoy детский makiyaj qilmoqchiman. Shuning uchun trafaret sifatida patchlar ishlataman. Birinchi rangi yaxshi ko'rinishi uchun concealer. Flower Nose sevimli concealer. Qarang, rumyanoni. Что такое? Улыбайся. Я тебе книжку закажу, Солиш. Ты же сказала книжку, хорошо. Ой, теньлaridan. Mana ishlataman. Всё, ничего нет. И дальше хайлайтерdan ozgina olib, uni uchiga не надо. Не один раз. Yosh bolaga qilish qiyin ekan. Давай немножко еще добавим. Не. Надо bo'lsa bu ободок yaxshimi yo Flower Nose'ni naqa zakuvkasini qilganim yaxshimi? Улыбнись. Ты же книжку хочешь? Да, книжка. Qizimning umridagi birinchi makiyaji, meni ham umrimda birinchi marta kichkina bolaga makiyaj qilishim. Oyisiga necha baho berasiz? Красиво. Улыбнись, пожалуйста, один раз. You're so pretty. You're so pretty, you know. Qizimga yarim soat qilgan makiyajimni o'zimga 2 minutda qilib oldim. Flower Nose o'zini veb saytida hamma kolleksiyalari bor ekan. O'zbekistonga ham tez orada jo'natishadi degan umiddamiz.